Assalomu alaykum, aziz otaxonlar, onaxonlar, qadrli yurtdoshlar. Bugun biz siz bilan hayotingizdagi eng muhim masalalardan biri, pensiya ta'minoti va sizning bank hisob raqamlaringizdagi jamg'armalaringiz xavfsizligi haqida gaplashamiz. Siz bu videodan banklar tomonidan pensionerlarning hisob raqamlari qanday qilib blokirovka qilinayotgani, buning ortida qanday sabablar yotgani va eng asosiysi, o'zingizni bu vaziyatdan qanday himoya qilish mumkinligini bilib olasiz. Bu shunchaki bir yangilik emas. Bu har birimizning, ayniqsa bir umr mehnat qilib, farzandlari, nabiralari uchun qora kunga deb pul yig'gan qariyalarimizning ertangi kuniga bo'lgan ishonchini sondirishi mumkin bo'lgan jiddiy muammodir. Oylab ko'ring azizlarim, bir umr yelkama-yelka turib, yurtimiz ravnaqi uchun mehnat qildingiz, issiq sovugiga chidadingiz. Dehqonchilik qildingiz, korxonalarda ter to'kdingiz, o'qituvchilik qildingiz, shifokor bo'ldingiz, san'atkor bo'ldingiz, qaysi sohada bo'lmasin, halol mehnat qilib, oilangizni boqdingiz. Har bir somingizni peshona teringiz bilan topdingiz. Go'dak farzandlaringizga suyunchi bo'lsin, nabiralaringizning toyiga sarf bo'lsin, o'zingizning bir kunlik darmon dorilaringizga yetib tursin, deb yigib terib yurgan o'sha pulingizni endi bemalol ishlatishga ham qo'rqib qoldik. Kartangizda turgan o'sha 5 million, 10 million, balki undan ko'proq so'm pulingiz. Bu shunchaki raqamlar emas. Bu sizning o'tmishingiz, mehnat hikoyangiz, farzandlaringizga bo'lgan mehringiz, kasallik paytida umid bilan ishlangan so'nggi somoningiz. Mana shunday paytda Markaziy bankning 109 raqamli ko'rsatmasi sabab, go'yoki banklar sizning pullaringizni shubhali deb topib, hisoblaringizni blokirovka qilmoqda. Nima uchun? Chunki siz qo'lingizdagi sigiringizni sotyapsiz, chiroyli qilib qoldirgan bog'rogingizni, yillar davomida obod qilib yashagan hovlingizning bir burchagini, dacha uytchangizni sotyapsiz, boshqa oila a'zoyingizdan, farzandingizdan o'tkazma qabul qilyapsiz. Nahotki halol mehnat bilan topilgan, mol-mulk sotishdan kelgan pul ham shubhali bo'lib qolsa? Nahotki davlat o'zining keksa avlodiga ishonmasdan, ularning hayotini yanada murakkablashtirishga intilsa, sizningcha bu adolatdanmi, bu hurmatmi? Keling, shu haqida fikr bildiring. Sizning bir umr yig'gan pulingizga shunday munosabatda bo'lishganida qanday hislar kechirganingizni izohlarda yozib qoldiring. Bu har bir so'z, har bir izoh biz uchun nihoyatda muhim. Hurmatli yurtdoshlar, agar siz bu kabi huquqiy bilimlardan xabardor bo'lishni, o'zingizni va yaqinlaringizni kelajakda shunday noxush vaziyatlardan himoya qilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun nafaqat bugungi masalalarni, balki ertangi kunimizga taalluqli qonuniy o'zgarishlarni ham tushunarli tilda yetkazib beramiz. Eslasangiz, avvallari bunday holat tasavvur ham qilib bo'lmas edi. Hatto 20-30 yil oldin ham qishloqda bir dehqon o'zining yeridan chiqqan hosilni sotsa yoki shahar ahli uyi, mashinasini sotsa, pulni bemalol naqd holda olib, qo'rqmasdan ishlatar edi. Banklar faqatgina yirik tadbirkorlik subyektlari yoki davlat tashkilotlarining pullarini nazorat qilar edi. Oddiy fuqaroning shaxsiy jamg'armalariga hech kim shubha bilan qaramas edi. Odamlar bir-biriga ishonar, davlat o'z fuqarolariga nisbatan xavotirli nigoh bilan emas, balki gamxo'rlik bilan yondashar edi. Pensiya jamg'armasidan pullar o'z vaqtida olinib, oila ehtiyojlariga sarflanar edi. Mahalla-kuyda kattalarni hurmat qilish, ularning halol mehnatiga qadrlash, ularni har qanday sharoitda qo'llab-quvvatlash eng asosiy qadriyatlardan biri edi. Biror kishi qora kunga deb yig'gan pullarni xavotirsiz, o'ziga tegishli deb bilardi. Bizning jamiyatimizda keksa avlodga bo'lgan hurmat, ularning har bir so'zi, har bir harakati qadrlanar edi. Ular umrining shomida farzandlariga, nabiralariga tayanch bo'lishni, ularga moddiy yordam berishni orzu qilar edilar va bu orzularga hech qanday byurokratik to'siqlar yo'q edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Markaziy bankning 109 raqamli ko'rsatmasi shaxslarning shubhali hisob raqamlarini qattiq monitoring qilishni talab qilmoqda. Agar sizning kartangizga birdaniga 5 million so'mdan ortiq mablag' kelib tushsa, masalan, dacha sotganingizdan yoki chorva molingizni sotganingizdan, sizning hisobingiz mablag'larning kelib chiqishi aniqlangunga qadar muzlatib qo'yilishi mumkin. Tasavvur qiling, qariyalarning ahvolini. Bir haftalab, ba'zan undan ham ko'proq non olishga, hayotiy muhim dorilarni, ayniqsa qon bosimi ko'tarilgan paytda kerak bo'ladigan dori-darmonlarni sotib olishga imkoni yo'q. Ular prokuratura eshiklarida behuda sarson-sargardon bo'lib yurishadi, ammo hech kim ularning dardiga quloq solmaydi. Bu nafaqat moliyaviy muammo, balki inson huquqlari, inson qadr-qimmati masalasidir.
Bir umr halol yashagan, davlatga, jamiyatga foyda keltirgan inson o'zining shaxsiy pulini erkin ishlata olmasligi bu uyatli holat. Pensiya jamg'armasidan beriladigan nafaqalar ham bugungi kunda hatto eng zarur ehtiyojlarni qoplashga ham zo'rga yetadigan bir paytda bor-yo'g'ini ham bank hisobida ushlab turish mumkinmasligi achchiq haqiqatdir. Xo'sh, kimlar ko'proq xavf ostida? Birinchi navbatda nafaqat pensiya olish uchun kartadan foydalanadigan, balki vaqti bilan yirik summalarni oladigan yoki yuboradiganlar. Masalan, uyini, yerini, molini sotgan keksa avlod vakillari. Yoki chet elda ishlayotgan farzandlari muntazam ravishda katta summada pul yuboradigan ota-onalar. Shuningdek, nafaqadan tashqari qo'shimcha daromadga ega bo'lganlar, masalan, kichik do'konchasi bor, tomorqasida dehqonchilik qiladigan yoki hunarmandchilik bilan shug'ullanadiganlar ham xavf ostida. Bunday toifadagi fuqarolarimizning hisoblari ayniqsa e'tiborga olinadi. Davlat tomonidan pensiyalar oshirilishi haqida gaplar ko'p. Ba'zi toifalarga, masalan, urush faxriylariga, yolg'iz keksalarga qo'shimcha imtiyozlar berilishi ko'zda tutilgan. Ammo bu oshirishlar, bu imtiyozlar, agar odam o'zining bor-yo'g'i bir kunlik nafaqasini ham tolib ishlata olmasa, uning kartasidagi pullari muzlatilsa, nima foyda? Oylab ko'ring, azizlarim. Sizning hayotingizning og'ir yillarida yigilgan ozgina pulingiz, sizning rizqingiz, sizning oilangizga qilingan yaxshiligingiz endi shunchaki shubhaga olinadigan holatga tushib qoldi. Keling, hayotiy misollarga murojaat qilaylik. Tasavvur qiling, Sirdaryoda yashovchi 70 yoshli bibi Rahima o'zining yagona suyanchiga bo'lgan sigirini sotyapti. Sigirni sotishdan maqsad chevarlik maktabida o'qiyotgan nabirasining o'qish pulini to'lash va qishga gamlab qo'ygan xarajatlarni qoplash. Sigirdan tushgan 5,5 million so'm pulni u to'g'ridan-to'g'ri bank kartasiga o'tkazadi. Oradan 2 kun o'tar-o'tmas kartasi bloklanadi. Bibi Rahima dorixonaga boradi. Uzoq yillardan beri ichib kelayotgan yurak dorisini olish kerak, ammo kartasi ishlamaydi. Oqli shaharda qizining uyida esa bug'doy yo'q. Mahalla oqsoqoliga murojaat qiladi, ammo qonun-qoida oldida oqsoqolning ham qoli kaltalik qiladi. Bibi Rahima bankka boradi, soatlab navbat kutadi. Unga pulning kelib chiqishini isbotlang deyiladi. Qanday qilib isbotlasin? Sigirni qog'ozda sotmagan, qoniqoshni guvohligida sotgan. Chorvani sotgan kishi bilan ham aloqasi uzilib ketgan. 7 kun, 10 kun, 20 kun. Bibi Rahima uyda ochnahor, dorisiz qoladi. Qanday adolatsizlik bu? Uning bir umr halol yashagani, 5 farzandni katta qilgani, 10 ta nabiraga buvijon bo'lib turgani, davlat oldidagi xizmatlari shu qadar bir tiyinga arzimay qoldimi? Yoki Buxorodagi Otabek boboni olaylik. Uning 40 yildan ortiq dehqonchilik tajribasi bor. Qishloqdagi ozgina yerini sotsin deb uzoqdan kelgan xaridorga bir qism yerini sotadi. Pullarni yigib, o'ziga zarur bo'lgan qimmatbaho jarrohlik amaliyoti uchun bank hisobiga o'tkazadi. To'g'ri, summasi bir necha 10 million so'm. Ammo bu uning umrbod yiggan ter to'kkan zahmatining mevasi-ku. Bank hisobi bloklanadi. Operatsiyaning muddati kelib qolgan, ammo pullariga ega chiqolmaydi. Shifoxona eshigidan qaytib kelishga majbur bo'ladi. Umid bilan yashayotgan insonning umidi sonadi. Nahotki bu insonlarning qadr-qimmati shunchalik oyoq osti qilinadi. Azizlar, pensiya jamg'armasi ham bu kabi holatlarda qariyalarimizning yordamiga shoshilmayapti. Ularning vakillari faqatgina qonun shunday, biz hech narsa qila olmaymiz degan bahonalar bilan o'z vazifalaridan qochmoqdalar. Go'yo ular o'z qariyalari uchun emas, balki qandaydir noaniq qoidalarni himoya qilish uchun ishlayotgandek. Bu esa jamiyatimizda keksalarga bo'lgan chuqur hurmat an'anasiga zid holatdir. O'zbek mentalitetida keksa inson, bu hikmat, bu tajriba, bu oilaning ustuni. Ularga nisbatan bunday shubha bilan qarash, ularning halol mehnatini qiymatsizdek ko'rsatish, bu o'z ildizlarimizdan uzilish demakdir. Sizningcha, azizlarim, davlat o'zining keksa avlodiga, bir umr mehnat qilgan insonlarga nisbatan adolatli munosabatdami? Ularning yiggan terganini shubhali deb topish qanchalik to'g'ri? Hayotingizda shunday holatga tushganmisiz? Agar ha bo'lsa, qanday yo'l tutganingizni, qanday qilib bu vaziyatdan chiqqaningizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa insonlarga ham yo'l yorib bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Qanday qilib o'zingizni himoya qilasiz? Birinchi va eng muhim tavsiya,
Katta miqdordagi pullarni bank kartalarida uzoq muddat saqlamang. Agar sizda 5 million so'mdan ortiq pul yig'ilgan bo'lsa, bu pulni imkon qadar tezroq naqd holatda yechib oling. Naqd pul hozirgi sharoitda bank kartasidagi puldan ko'ra xavfsizroq bo'lishi mumkin. Ikkinchi tavsiya: pul mablag'larini bo'lib o'tkazishga harakat qiling. Agar sizga 5 million so'mdan ortiq summa o'tkazilishi kerak bo'lsa, masalan, o'g'lingiz chet eldan yuborsa, bu summani 2-3 qismga bo'lib, bir necha kun oraliq bilan o'tkazishni so'rang. Yoki har bir qismi 5 million so'mdan oshmasin. Bu bank monitoring tizimining e'tiborini kamroq jalb qilishi mumkin. Uchinchi tavsiya: yirik xarid yoki savdo operatsiyalarini amalga oshirganda har doim pullarning kelib chiqishini tasdiqlovchi hujjatlarni saqlang. Masalan, agar siz chorva molini sotsangiz, bu haqda notarius orqali oddiy shartnoma tuzishingiz mumkin. Bu sizning pulingizning kelib chiqishi qonuniy ekanligini isbotlash uchun asos bo'ladi. Agar uy-joy, yer sotsangiz, albatta shartnomalarni ehtiyot qiling. To'rtinchi tavsiya: pullaringizni nafaqat bir bankda, balki bir nechta banklarda saqlashni ko'rib chiqing. Agar sizning jamg'armangiz katta bo'lsa, uni bir nechta bank hisoblarida taqsimlab saqlashingiz mumkin. Bu barcha pullaringiz birdaniga blokirovka bo'lish xavfini kamaytiradi. Beshinchi tavsiya: agar imkoniyatingiz bo'lsa, pullarni naqd holatda saqlash uchun seyflardan yoki ishonchli qarindoshlaringizning ko'magidan foydalanishingiz mumkin. Albatta, bu usul ham o'ziga yarasha xavfga ega. Ammo hozirgi sharoitda ba'zan yagona chiqish yo'li bo'lishi mumkin. Oltinchi tavsiya: agar hisobingiz blokirovka qilinsa, zudlik bilan biz kabi tajribali yuristlarga murojaat qiling. Biz sizga pullaringizni qaytarish va huquqlaringizni himoya qilishda amaliy yordam berishimiz mumkin. Banklarning bu harakati qonuniy asosga ega bo'lsa-da, har bir holat individual ko'rib chiqilishi kerak. Sizning huquqlaringiz har qanday qonundan ustun turadi, chunki bu sizning mehnat haqingizdir. Aziz otaxonlar, onaxonlar, sizlar butun umringizni shu yurtga, shu xalqqa baxsh etdingiz. Sizlarning har bir topgan so'mingizda halollik, poklik mujassam. Sizlarning pullaringizni shubha ostiga olish, uzoq muddat blokirovka qilib qo'yish, bu nafaqat moliyaviy muammo, balki axloqiy va insoniy qadriyatlarga qarshi qilingan harakatdir. Axir sizlar yiggan oshi, qora kun uchun pulingiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz, o'zingizning salomatligingiz uchun to'plangan zaxirangiz haqiqatdan ham himoyalangandek tuyuladimi? Bu vaziyatda sizning fikringiz, sizning hislaringiz biz uchun juda muhim. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz sizning har bir murojaatingizga e'tibor qaratamiz va qo'ldan kelgancha yordam berishga tayyormiz. O'zingizni ehtiyot qiling, azizlarim.